Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Do'stlar, bugungi videomiz Farg'ona viloyati So'x tumanidan Sirochdan yozib olinmoqda. Aslonbek ismli yurtdoshimiz bundan bir necha yillar oldin jigar sirrozi bilan og'rigan. Hozirda holati ko'rib turganingizdek og'ir holatda. Mana klinikadan videoni yozib olyapmiz. Akamizning 3 ta voyaga yetmagan farzandlari bor. Bularni Sirochdan Hindistonga olib borib operatsiya qildirish kerak. Yana $10,000 operatsiyalariga mablag' yetmayotgani uchun sizdan saxovatpesha insonlardan yordam so'rab chiqyapmiz. Do'stlar, mana shu videoga like bosib, kommentariyaga duo qilib, shu videoni o'zingizga o'xshagan saxovatpesha insonlarga yuborsangiz, ular ehson qilishsa, inshaalloh shunda ham ehson qilingan savobni olasiz. Aka, xudo xolasa sizni juda ham ko'pchilik saxovatpesha insonlar ko'rib turibdi. Bemalol ichingizdagi gaplaringizni aytishingiz mumkin. Avvalo assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyati So'x tumanidan ulaman. Shu seriyoz kasallikka nima bo'ldi? Nechta bo'ldi? Iltimos yordam qilinglar. 3 ta farzandim bor. Onam bor. Boshqa hech kimim yo'q. Iltimos yordam qilinglar. O'sha Hindistonga borishim kerak. $10,000 yetmayapti. Shu bir oydan beri shu больницада yotyapman. Hech narsa yemayapman. İltimos qilaman. Shu iltimos. Ishta qizimni boqishim kerak.